45 gradusda uchrashuv. Ha, bo'ldi. Aylanuramiz, erib ketmasak. Ha? Yo'q, ketdik deyman. Yo'limiz mana shu kunday yorug' charaqlab tursin. Ha, oyim aytuvdilar. O'zi qizlarga sayr qiladigan bolalar ko'proq yoqadi. Qani? Mazza qilib aylanyapmiz, ha? Juda. Suv ichasizmi? Suv? Ha? 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 Mana. Sal iliqroq ekan, magazinda sovuqroq yo'q ekanmi? Magazinda buni haligi anaqa ariqdan oldim. Tayyor ariq turganda magazindan olib nima kerak? Ha, qani o'sha ariq? Ketdik. Shoshmang. Mana bu joy chiroyliligini qarang. Qani chiroylicha? Mana shunda orqasi turibdi. Bu joyda-chi kech payt zo'r fontan bo'ladi. Juda chiroyli ko'rinadi, ishoning. Qarang, siz shu yerda rasmga olib qo'ysam, chiroyli qilib bitta istoriya qo'yamiz. Yo'q, rahmat. Yo'q, bitta istoriya qo'yasiz, chiroyli bo'ladi. To'xtang. Aha. Yo'q, shoshmang. Yo'q, turing. Chiroyli chiqmadi, buni istoriya qo'yib bo'lmaydi. Yo'q, ishoning, bu stories emas, postga qo'ysa bo'ladi. Men shu rasm qo'ygandan keyin nomer 1 bloger bo'lib ketaman, ishonaman. Yo'q, o'zi oyim aytuvdilar, agar qiz bolani chiroyli rasmga olsang, qizga yoqasan deb. To'g'ri aytgan ekanlar. Qarang, biror salqinroq joyga bormaymizmi? Shamolmi, shabadami undan? Men sizdan uyingizni tushundim. Yuring. Rahmat. Ishqilib odam to'larmikan? To'ladi, 1 soat degan to'lib qoladi. 1 soat? Maftuna, hozirchi sizni zo'r joyga olib boraman. Mana qarang. Bo'ldi, meni hech qayerga olib bormang. Men o'zi o'ylab ko'rdim-da. Men o'qishim kerak ekan, hali karyera qilishim kerak ekan. Oyim siz magistraturani tugatgan degandilar-ku. Ha? Endi doktorantura o'qimoqchiman. Fan doktori bo'lmoqchiman. Men 20-30 yil o'qiyman. Sizchi meni kutmang, xo'pmi? Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shoshmang. Sal oshirib yordim shekilli-da. Yana bitta kachelada uchirganda toshning rozi bo'lar.